o'zimizning Churavilani Afg'on Respublikasidan chiqqan kunini 35 yillik bayrami bilan yig'ilib o'tiribmiz. Avvalambor sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, tani sog'lik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bugungi kun tashkillashtirishda Rustam aka bilan Jonzod aka xizmatlari cheksiz. Bugungi ijodlarga borgan Hojigan, ular ham umrlari uzoq bo'lsin. Jahonning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar diydoridan turolmas ustun. Dunyoda qancha ko'p bo'lsa ham achchiqroqdir dono do'stlar aylanadi. Avvalambor o'sha kelolmay qolgan do'stlarimizni joylari jannatda bo'lsin. Ularni ham bir eslab qo'yamiz. Endi ushbu bugungi tantanani ochib berish uchun uyushmamiz raisi Talat Patayevga so'z bersak, u kishi dasto'rlarni ochib, tadbirni ochib bersa, keyin tantanali ravishda tadbirimizni davom etamiz. Marhamat Talat Patayev. Marhamat. Hammaga yana bir assalomu alaykum hurmatli do'stlarim, birodarlar. Hozir boya stolda o'tirganda bir maqolani aytdik. Ana kinoni hamma ko'rgan Titanik, shundaymi? Sog'ligi yaxshi, boyligi yaxshi odamlar bor edi, lekin omadi yo'q edi. Shuning uchun sizlarga hammangizga omad tilayman. Doim omad yor bo'lsin sizlarga. Azizlarim, birinchida mana shu tashkilotchilar Grupa поддержки eng zo'r birlashma a'zolari Jonzod, Rustamjon, Ziyod aka, Rashidovlar, familiyasini aytib qo'ydim. Sizlarga rahmat deyman. Chunki sizlar qilgan ishda bizlar mazza qilib, tomosha qilib, yerga kelib o'tiribmiz. Hamma ishni sizlar qiladingiz. Sizlarga kattakon rahmat. Mana shunaqa insonlar ko'paysa, O'zbekistonimizda hamma o'qonchilar mana shu zo'r yashab keladi. Sizlarga rahmat. Qani hamma tumanlarda raislarimiz shunaqa bo'lsa, faollarimiz shunaqa bo'lsa, ishimiz a'lo bo'ladi. Shuning uchun hammaga omad, cho'ntagingizda daromad deb rahmat sizlarga. Qo'shimcha qilaman Talat Patayevga. Mana qaraydi, mana shu lider deydi, inson shaxsga bog'liq narsada Talat Patayev o'zi bo'lib qoldi. O'zidan biri bizdan birlashma rahbariyatga kelyapti. Birlashma deganda doim ko'zimizga olgan shu Talat Patayev keladi. Shu Talat Patayev doim sog' salomat bo'ling. Mana shu bosh bo'ling. Omon ekan. Aytmoqchimanki, yigitlarimiz oxirgi yillarda borgan sari akidashi, bir-bir tanib, bir-birini bilib, birlashmani obro'sini, nufuzini oshiradigan ishlar boshlanib davom etib kelyapti. Mana keyingi ko'rdinglar, shundan yoki Gazli, yoki mana 66-brigada shunaqangi bir chiroyli yig'ilishlar bo'ldi. Mana shu g'alaba bog'ida hamma bir-birini ko'rib, tanib, birodarlar kerak bo'lsa eslashib o'zimizning kimligimizni borgansa bilib boryapmiz. Dekorga bugun mana Rossiya elchisi, undan keyin Rustam aka Kalonov mana oradagi munosabat to'g'risida gapirmadilar. Shuning uchun men azizlar ruscha qilib gapirdimki, haqiqatdan bugungi kunda yurtimizdagi vatanparvarlik to'g'risida gapiradigan bo'lsa, vatanparvarlik to'g'risida gapiradiganlar juda ko'p, ko'ryapsizlar. Manman deganlari bor, yoshlar anaqasi bor, boshqasi bor. Mahalla oqsoqollari bor, boshqalar bor. Gapiradi ekan. Lekin amalda qo'rqqanda yo'q. Bizani bolalar, bizani yigitlar, amalda vatanga xizmat qilgan yigitlar. Ya'ni biz har qanday tadbirga borib, maktabga boramizmi, boshqasiga boramizmi, o'sha yerda birga o'zini katta tadbir hisoblaydiganlar bo'ladi, o'zicha xizmat qilganman deydiganlar bo'ladi deb gapirish boshlaydi. Bizani yigitlarga juda qanaqa mensimaslik, balandparvozlik bilan qaraydi. Omon ekan, ana o'sha yerda именно bizning yigitlar vatan do'sti bo'ladimi, vatanparvarlik bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, haqqi bor gapirishga. O'rishchasiga aytadi, moralniy право deydi.
O'shaning uchun bugungi tadbir yana bir marta ko'rsatdi. Mana shaharimizning rahbarlaridan bittasi O'zbek aka shunchaki rahbar emas, u prezidentimizni qo'lsari qattiq borsari doim yo'llarida yuradigan odam. Har bir gapni biroz gapirib qo'yishi mumkin bo'lgan odam. Mana shu bugungi bo'lgan tadbir to'g'risida albatta prezidentimizga gapiradi shu. Bu degan narsa o'sha men kelishda azgina o'qidim. Ko'rdinglar o'sha eng halol, eng pok, eng vatanga vafodor bo'lgan bizlar shu afg'on yigitlar mas'uliyat sezadigan dedik. O'shaning uchun mana shu do'stligimiz doim davom etsin, birodarimiz davom etsin. Faqat bir-birimizni shu qo'llab-quvvatlab tushishni raqsat deydi. O'sha narsani qilib bundan buyoq ham endi mana bu Islom Qo'chqorov degan sho'x yigit bor, avvallar sho'x yigiti besh maqomiga yormani jonisoq, mana Rashid Ziyodulla shu yigitlar ko'p narsalarni tashkil qilishda yigitlarimiz orasida. Masalan, bizga gapirolmaydigan narsalarni, vaqtimiz ham bo'lmasligi mumkin. O'sha narsalarni shular hal qilib kelyapti. O'shaning uchun mashtaka liderlar bo'lsin, har bir tumanda bo'lsin, mahallada bo'lsin, kerak bo'lsa, viloyatda bo'lsin, mashtaka liderlar bo'lsa, o'shanda faqat oldiga ketamiz. O'shaning uchun sizlarga katta rahmat. Mana bugungi tashkilotchilarga rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar, yaxshi o'tiring do'stlar. Rahmat. Do'stlar, respublikamizda 56 mingta jangchi faxriy bor. O'shani eng faol 18 ming kishi birlashma a'zolari bor. O'sha birlashma a'zolarida joylarda bizda Vazirlar Mahkamasini mana shu topshirig'ini viloyat hokimlariga jo'natdik. Joylarda birlashmani 30 yilligini hali ishoqlash davom etyapti. O'sha yerda hokimlar tomonidan rag'batlantirish bo'ladi. Lekin bugungi kunda mana shu tashkiliy guruh shu yerda o'tirgan faxriylarimizni o'sha ko'krak nishonlarni topshirishga tayyorlab qo'yibdi. Ijozat bersangiz, mana shuni hozir bitta topshiramiz. Mana shunday bo'ladi o'g'illar. Agar hammani chaqirib taqadigan bo'lsa vaqt ketadi. Familiyani o'qiymiz, olib beramiz. Olib berishadi. Xo'p, familiya o'qisa bilan o'qirsa, mana birinchi Temirboyev Narimon O'rmonov. Demak, taklif bo'ldi ta'lim parvarish tomonidan to'g'ri. Familiyani o'qiganda chiqsizlar qo'llariga topshiramiz. Taqvimni topshiramiz. Keyingi familiya. Berdiyev Abdug'ani Sulton Muhammedovich. Qayerdasiz? Abdug'ani. Keling. Berdiyev Abdug'ani. Qo'l ko'tarib tez keling domlaga. Kesini o'qiring. Keyingi ta'lim. Keyingisi kim ekan? Ahmet Shayev Nasir. Berdiyev. Mana bu Berdiyevga bor. Murtoz Berdiyev. Tabriklayman. Eshmuhamedov To'yer. Qayerdasiz keling. Tabriklayman do'stlar. Sobirxonov Abdurahmon. Hozir internet tez o'qiymiz, kelasa Eshmuhammad. Mirzaliyev Rashid Qurbonov. Bu tomonda qarash. Mirzaliyev Rashid Qurbonov. Vatanimga O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Bu yoqda turinglar-da rasmni. Sa spini bo'lmadi. Muhammadiyev Shoymardan. Vatanimga xizmat qilaman. G'ulomxon Sherali. Tabriklayman. Sherali. G'ulomxon Sherali. Sherali. Abdulla Abdurashid Bo'riboyevich. Sherali uka. Rahmat. Namangandan kelgan bo'ldi. Namangandan Mahmadjon aka. Rahmat. Assalomu O'lik sho'rlar. Toshpo'ldan Mirzakarim. Jo'rayev Jumabozarovich. Jo'rayev Juma. Yo'ldan aka. Bular kim? Mana. Shukurov Lutfullo Tolaganich. Shukurov Lutfullo. Mirunus Shuhrat Zikriddinov. Miryunusov Shuhrat Zikriddinovich. Miryunusov. Mirunus bormi? Miryunusov kim?
Marhamat. Siz qo'l ko'taringlar, qo'yinglar. Ravshan Mamayusov. O, bu yoqda. Kelayotgan mashina. Assalomu Hasanov qo'ldosh. Nurdin Muhammad. Nuriddin Muhammad. Ali Abdurasul. Prokuratura xodimi ham oramizda bor. Qosimov Zokir Shukurulayev. Qosimov Zokir. Zohid. Mamadaliyev Baxtiyor Yusupovich. Rozmetov Farhod Masharipovich. Hayitboyev Komiljon Azamovich. Temirjonov Shuhrat Gaymanovich. Temirjon Shuhrat. Adamjonov Farhod Hayitboyevich. Qodirov Abduvali. Qodirov Abduvali kim? Yormaboyev Absalom Xalilovich. Assalomu alaykum. Sobirjonov Abdurahmon. Ana Sobirjon. Samatov Abdurozim Abdulxalilovich. Abdujalilov. Eraliyev Shoir Saidovich. Alimov Mahmud. Rasmga qarab turinglar, sizlar bu yoqda. Ali Mahmud. Muqimov Komil Mahmudov. Yonda turing, yonda. Po'latov Olimjon Qo'qonovich. Bu yoqda turing. Xudoyberganov Komil Rahimovich. Jazakov Abdumo'min Toshpo'latovich. Bu yoqqa qarang-da, Toshqulov Olimjon Tursunovich. yonda turing. Toshqulov Olimjon Tursunovich. Eshimov Hamid Kamaldinovich. Hamid. Hamid mana bu yoqda. Qurbonov Karim. Hasanov Qarshi. Hasanov Qarshi. Ahmedov Alisher Qurbonboyevich.
Ahmedov Alisher Qurbonboyevich. Saidazov Sulton Fayzullayevich. Tabriklaymiz. Sharopov Qutbiddin. Sizlarga yordamga kelib. Mirsametov Akrom. Qutbiddin. Vohon kelsa. Sizlarga kelmadi. Sametov Ikrom. Mana egashmadi. Hurmatli do'stlar, yoqimli ishlar. Faqat bitta narsa eslatib qo'ymoqchiman. Humo arenada bo'lib o'tgan voqeadan keyin juda qattiq respublika nazorat o'rnatilgan. O'shaning uchun bizlarning yigitlarimiz juda yaxshi baza qilib o'tirishadi. Chiroyli keldik, chiroyli kelib ketamiz degan umidda. Rahmat, barchaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana o'sha arenada Humo arenadagi degan bir bo'lgan holatni endi bizlar hammamiz boshqa bilamiz. Ularga Yevropaga kelgan. Mayli shu oxirgi dora bilan yoki bir gul yuzi zebo bilan oz san'atchi ham yashirin erklar aslo bo'lma, ayol bilan hammamiz bitta yurtda bo'lib kelganmiz. Askarlardan tashqari ayollarimiz ham o'zlarining xizmatlarini ko'rsatgan, meditsina sohasida, boshqa sohalarda. Shu ayollarimiz uchun sizlardan bitta yaxshi qattiq so'rab qolamiz. Umringlar uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi badiiy qismga o'tamizda so'z navbatida endi o'zim o'g'lim to'g'risida aytsam-da. Hofizdan beramiz. Sizlar uchun o'zini qo'shib aytaveradi. Marhamat. O'zingsan abadiy azaliy porim faqat jim bo'ldim marhamating cheksiz parvardigorim kecha kim edim u bugun kim bo'ldim marhamating cheksiz parvardigorim kecha kim edim u bugun kim bo'ldim mehnatim ro'yobga oshib turibdi do'stlar qirg'og'idan toshib turibdi nigohlar biz tomon
aytgin men kimman? Kecha kim edim u, bugun kim bo'ldi? Adashtirib qo'yma to'g'ri yo'limda, noming ushlab yursin ikki qo'limda. Shukr omad berdi o'ngu so'limda. Kecha kim edim u, bugun kim bo'ldi? Kecha kim edim u, bugun kim bo'ldi? Afg'oniston Respublikasida endi ham o'sha xizmat o'taganu Rafaga Pantayev hamda yaqinda Afg'onistonni bilan aylanib kezib kelgan o'zimizni Rossiyada elchimiz Ibrahimovni Bobinaga Hajiyevga bersak, marhamat, Rafaga Pantayev va Bobin Hajiyevga Afg'oniston juda katta biznesmen. Assalomu alaykum azizlar. Hammalaringizni mana shunday sog' salomat ko'rib turganimdan g'oyat xursandman. Hammalaringizga uzoq umr, sihat, salomatlik, farzandlaringizni tarbiyalashda, mustaqil O'zbekistonimizni himoya qilish uchun safarbar etishingizni tilakdoshiman. Mana Xudoga shukr, vaqt kelar ekan. Elimiz obod bo'lar ekan. Mana mustaqilligimizga ham 33 yil to'lar ekan. Ko'rib turibsiz, bu bizning ota-bobolarimizni, xalqimizni, prezidentimiz rahbarligida chambarchash bog'lanib mustaqillikni amalga oshirgani ko'rib turibsizlar. Mana fevral oyi, baxtli oy, yaqinda Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni bo'ldi. Kecha Bobur Mirzoning tug'ilgan kuni bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, Bobur Mirzo ham Afg'onistonni kechib o'tgan Hindistonga. O'sha inson jangovar harakatlar olib borgan hududda men jang qilganman. Qolaversa, Kunar, Jallabod, Asadobod, Niderland degan hududlarda jangovar harakatlarni boshqarib shaxsiy tarkibda ko'plarini o'limdan qolganman. Bu yerda shu hududda xizmat qilgan askarlarim bor. Hammalaringizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Ayniqsa 2 noyabr 1982-yilda Qo'rshovga qolgan paytida Darepesh degan joyda men shu yigitlarni jang maydonidan tiriklayin olib chiqqanman. Mana ko'rib turibsiz, baxtliman shu yerda o'tiribdilar davrada. Mana shu munosabati bilan sizlarni hammalaringizga Alisher Navoiyning bir sizlar uchun to'qigan g'azali bor. Shuni aytib bermoqchiman. Ijozat bersalaringiz. Kuy g'azal. Oq hayqatin tirnar yaramni tag'in eslatdi u mashhur haramni. Fakat bir iltimos ko'rkam chamanda ochiq gulg'unchalar etganda hamda juvonimar bunchasin esla, ham yod et, unutma doimo inshaalloh. Unutmayman seni toki tirikman, seni jon o'rniga saqlab tirikdan.
sen hamon qalbimga ilhom solibsen. Gohi shirin, gohi o'ylaylik bo'libsen. Yasharsan doimo dostonlarimda, xazonsiz gul bo'lib bo'stonlarimda. Men etsam, ham bilan yig'lab ketarman. Sening ishqing bilan tanho o'tarman. Ko'nglimni buzma, ko'z yoshim to'kma. Quyosh daryosiga bitta suzma. Bu daryo xavflidir, xat aylagay bot. Uçmaz göz yaşı dilkuzlu hayal. E'tiborlaringiz uchun rahmat. She'rni davom qilib yaqinda bir kitob yaratdim. Yangi O'zbekiston musobaqasida qo'shinlarning tuzilishi va harbiy unvonlarning kelib chiqish tarixi degan kitob yaratdim. Bunda o'zbek xalqini qadimdan, azaldan harbiylar ekanligi tasdiqlangan. Harbiylar, harbiy unvonlarning kelib chiqishi bizdan o'zbekdan tarqalgan. Shu Aleksandr Makedonskiy kitob bilan Samarqand orasidagi tog'dan Samarqandga o'tolmagan. She'rda sog'gan kasallarni qodirib o'zi Tojikistonga qarab qadam bosgan. Men o'sha qishloqdanman, Urgutdanman. Urgut degan so'zni ur. Ko'z degani nemis tilidan yaxshiroq ur degan. Shuning uchun yerda o'sgan odamlarning hammasi menga o'xshagan jangchi. Afg'onistondan kelgandan keyin prezidentimiz taklifi bilan 5 yil Tojikistonda urushda bo'ldim. Tojikistondan qaytib kelgandan keyin qarasam o'zimizda ahvol chegara qo'shinlarimizni qaytadan tashkil qilishiga bevosita xizmat qildim. Mana shu yerda o'tiribdilar rais deymiz. Oyga hammasini joylashtirib Turkmaniston bilan Qozog'iston o'rtasiga chegaradim. Yonimizda o'tiribdi Ismat aka, sunnat shekli davrada. Amin saroyini egallagan bola. Birinchi rota komandiri bo'lgan. Men faxrlanman shunaqa do'stlarim borligidan. Shu kishi ko'p narsani menga o'rgatgan, shular o'rganganman. Lekin u kishi ham biladi mana qilgan ishlarni. Qolaversa, o'sha vaqtda chegara qo'shinlaridan nachaylik shtab men Turkiston Qoraqalpog'da Zulanchi aytyapti. So'qchi komandiri bajarolmayapti ishini. Ahvol og'ir, dushmanlar kelib so'qni olmoqchi dedi. Men dedim, mani joyim ekanda men boray dedim. Ertaga uchib keling dedi. Mana shu yerda so'rasangiz bo'ladi. Uchib bordim 3-sentyabr 99-yil. Borganimdan do'stlarni ko'rdim, hammasi bilan salomlashdim. Bugunisiga so'qqa borib qarasam, ofitserlar qo'yniga 10 tadan granata so'g'gan. Hammasi nima qilishini bilmaydi, yoqa boradi. Hammasini to'xtatdi. Ha dedim, nima qilasizlar? Ha dedi, dushmanlar kelsa dedi, granatalarni tashlaymiz, ketamiz dedi. Dedim, qaqa borsan dedim, borayotgan joying bormi? Hammasi bir-biriga qarab. Yo'q dedi. Hech kim hech yerga ketmaydi dedim. Granata tasasini bilasanmi dedim. Yo'q dedi, hech kim o'rgatgan emas. Nachaylik shtabni chaqirib, ertadan boshlab hamma granata tashlaydi. Men o'zim shaxsan rahbarlik qilaman dedi. Shunaqa qilib hammasidan granatalarni oldimmi, yashikka girdimmi, kravatdagi tashladim. Hali rushkomnatam yo'q. Granatni ustida bir oqshom yotdim. Bugunisi qarasam, meni tekshirganim polkovnik Soliyev Turkmaniston bordim. Granata ustiga kim yotibdi u bola dedi. Shuning uchun men nima demoqchiman, shu ishlarni hammasini amalga oshirib, Tojikistondan dushmanlarni o'tkani qo'yimizdan o'zimizga mana ko'ribsizlar, hammalaringiz oqila dono, rosa bolalardan tarbiyalayapsizlar. Hammalaringizga omad, sog' salomatlik tilayman.
Rahmat, G'afurga sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Qancha bo'laring. Mana hozir 3 ta yana promoshlarimizni medallar qolib ketgan ekan, o'shalarni beramiz. Bilasizlar, hozir shu dasturxon. Yana o'zam qo'llari taqvatdi. G'aniyev Olimjon Qulovich. Marhamat. Ko'rish beringlarga. G'aniyev Olimjon Qulovich. Mana bu bilan yaqinda xabaringlar bor, ko'pchilik mana Giroy Afg'oniston vaynida qarab turasizlar. Afg'onistonga yana bir bor borib ketdi. Ko'pchilik o'lib ketgan askarlarimiz joyida qolib ketganlarni tuproqlarni olib ketib bo'lgan. Mana bu kishilar qo'llarni taqishar amalga emas. Tak, Qozilov Ahmadjon Hamidovich. Qozilov Ahmadjon Hamidovich. Oraya bozulamaylarga ko'krak insonlar oraya bo'lsin. Sog' bo'lasizlar. Rasmiyatchi musobaqaga taklif etamiz. Endigi so'z navbatini hurmat bilan Mo'minaga hajjatga beraman. Qarashlar. Iltimos. Avvalambor insonni bir kishi gapirayotganda e'tiborni qaratishni yaxshi ko'raman. Marhamat. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatlik. Haligi Afg'onistondan borganimda ular uchun biz hammamiz sho'raviymiz. Sho'raviylar bayramlaring qutlug' bo'lsin. Rahmat. Sog', omon bo'laylik. 5 yildan keyingi 40 yillik yubileyda ham mana shu qatorda hammamiz ishtirok etilishga tilakdoshmiz. Mana bu yerda ko'p xizmatdoshlar, mana do'stlar, hammalari bilan men ko'rib, xursand bo'lib, yana shularni bir hafta oldin xizmat safarida niyat qilganmiz, mana yana bir bor ko'rishlikka nasib etdi. Olimjon Ibragimov, bu dizayner bilan biz qadrdonmiz necha yillardan buyon. O'g'illari Asadbek, men Moskvadan kelganimda o'zlari kutib olishardi. 3 yoshli yigit. Ana hozir bir navqirondir. Yigitga aylangan bu qahonimiz hozir mana konservatoriyada tahsil olib O'zbekistonda bir buyuk bir hofiz bo'lishiga tilakdoshman. Mana shu Asadbekka barchamiz bir qo'l ochib duo qilsak, ilohim umrlari uzoq bo'lsin, dadalarini yonlarida bir yaxshi farzand bo'lib o'ssin. Kelgusida san'at ministri bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Rahmat hammalaringga, savollarimizni javob berishga tayyor bo'ldik. Rahmat. Endi hurmat bilan so'z navbatida o'zimizni san'atkorimiz, afg'on jangchisi, Xudo xolasa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Abdulla Ubayevlar. Hurmatli quroldosh do'stlar, quroldosh akalar, hurmatli Talat Pardayevich, Mo'min Xo'jayev, hamma dalilani mana shu bugungi bayramimiz bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar.
umringlar uzoq bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammamizni o'ylagan yaxshi niyatlarimizga erishib yuraylik. Qolaversa, eng kerakligi bizni o'sha birga xizmat qilgan og'a-inilar, akalar hammamiz sog' bo'laylik. Eng kerakligi sog'lik. Qolgan narsa bo'ladi. Sog'lik bilan tinchlik bo'lsa, qolgan narsaga erishamiz. Shuning uchun Xudo xolasa hammani xonadonida tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana Talat akam boya aytganlaridek, yurtimiz mana borgan sari yildan yilga gullab, yashnab, mana siz bilan bizga o'xshagan o'sha faxriylarga yaxshi e'tiborlar ko'rsatilyapti. Xudo xolasa mana yurtboshimiz tarafidan shunchalik e'tiborlar ko'rsatilyapti. Shu ko'rsatilayotgan barcha e'tiborlarga rahmat deymiz. Xudo xolasa bunaqangi bayramlarimizda hech ham qatorimizdan kammasdan doimo ko'rish nasib qilsin. Ertagamga beraman. Rahmat. Rahmat. Endi o'zimizga ekan hozir bir juft qo'shiqlarimiz bilan sizlar qo'limizdan kelgancha xursand qilamiz. Marhamat. O'zbekiston kundan kunga obod bo'ldi. Qishloq shahar eng chiroyli ijod bo'ldi. Temir yo'llar, ko'priklar, imoratlar buyuk elning orzusiga qanot bo'ldi. Mustaqillik, tinchlikdan zo'r ne'mat yo'qdir. Ne istasak qo'lga kirar, qilsak sabr. Hech kimdan kam bo'lmadik, topdik qadr. O'zbekiston har bir kuning bayram bo'lsin. Orzularga yetmoqlik o'z qo'limizda. Qaytadan jon kirdi ona tilimizga. Sharq hayratda milliy qo'shiq kuyimizga. Yurt boshqarar o'g'lonlaring omon bo'lsin. Sharq hayratda milliy qo'shiq kuyimizga. Yurt boshqarar o'g'lonlaring omon bo'lsin. Yurtga qaytdi buyuklarning buyuk nomi. Boburini quchib oldi Andijoni. Yurtga qaytdi buyuklarning buyuk nomi. Boburini quchib oldi Andijoni. Obod bo'ldi ulug' zotlar yotgan joyi. Gul yonida gullar bo'lib chaman bo'lsin. Obod bo'ldi Temuriylar yotgan joyi. Gul yonida gullar bo'lib chaman bo'lsin. Orzularga yetmoqlik o'z qo'limizda. Qaytadan jon kirdi ona tilimizga. Sharq hayratda milliy qo'shiq kuyimizga. Yurt boshqarar o'g'lonlaring omon bo'lsin. Sharq hayratda milliy qo'shiq kuyimizga. Yurt boshqarar o'g'lonlaring omon bo'lsin.
Mana shu joylarda xizmat qilishga ayollarimizga ham tavsiya qo'shib aytaman. Marhamat. Bu güzel dünyanın erkesi ayol, saadet benim likesi, bahçemanın evesi ayol. Ayolni ardog'lang, qadriga yeting, bo'lsin bahçemanın egasi ayol. Qurbonlik sho'ragilar yana bir bor bayramlaring qutlug' bo'lsin. Mana bu yoqda alohida to'g'rida bizni opaxonlar, onaxonlar mana shu davramizda o'tirishibdi. Ular ham cheklangan qo'shinlar, Afg'onistondagi qo'shinlarni tibbiyot, meditsina tarafdan bizlarni gospitallarda, medsanbatlarda, sekretniy slujbalarda bizlarni tabobat qilishib, tuni bilan, kuni bilan qarab bizlarga onani mehrida mehr berib,
bizni davolab yana safga qaytarishgan mana shu ayollarimizga, sho'raviy xonimkalarimizga ta'zim qilamiz. Assalomu alaykum. Aziz ukalar, akalar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Qilgan xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Hozir ayollarimiz o'tiribdi. Qizlarjonlar, jangchilar, veteran женский batalyoni vakillari, gulduros qarsaklarning ostida yo'lga chiqdi. Qarsaklar, qarsaklar. Aziz jangchilar, bugungi kunda nafaqat erkaklar urushga borgan, ayollarimiz ham, qizlarimiz ham borishgan hammaniga. Birinchidan o'tganlarni Xudo rahmat qilgan bo'lsin, joyi jannatda bo'lsin. Qolganlar sog' salomat bo'lib yurish nasib etsin. Qilgan xizmatlaringizga hammanglar rozi bo'linglar. Yuzga kuyinglar. Oldinglarda Afg'oniston urushiga borgan ayollar jangchilari, faxriylari, qahramonlarga chiqib turgan erkaklar hamma qarsaklar. Акимова Мамаджанова, Кабул, батальон охраны, Афганистан. Пулатова Петра Мухадзирова, Кабул, РЦ. Афганистан, Кабулда bo'lganmiz. Tamrat Markerov, Afganistan. Urushga borgan ayollar ham jangchilar, lekin ayol aziz, ayol siz hayot mavjud emas. Oilani saqlab yuruvchilar, yoki bolajonlarni voyaga yetkazishdi, oilani saqlab qolishdi. Ayollar
Hurmatli birodarlarim, birodarlarim, endigi so'z navbatini ikromiga beramiz. Marhamat. O'zimizning afg'on jangchilardan biri. Assalomu alaykum, hurmatli quroldoshlar, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli endi yemekdan oshganiga qariyalar ham ko'ramiz sizlar. Rasmni ishlab berasizlarmi? Men bitta ishlab berasizlarmi? Shu fursatdan foydalanib, avvalo minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Yurtimizga, davlatimizga, eng birinchilardan bo'lgan Talat Pardayevichga, Rustam Sultonovga, mana bu yurgan jonuzoq do'stimizga, Ziyodullaga, Rustam boyga, mana shu Olimboyga, mana shu 4 kishini endi yigitlar
Sizlar hammanglar bu to'rt kishidan a'lo, to'rt kishidan babaran insonsizlar. Men bularni pacho'rchi qilib o'tmoqchi bo'laman bu to'rt kishini. Shu to'rt kishi bizlar bularni yig'ib bizani shunchalik mana shu tadbirni tashkil qilib, bizani yig'ib shuncha bizga xursandchilik bag'ishlashdi. Bularga behisob rahmat. Agar qo'linglar nima qilmasa bitta qarsakchalik qo'yinglar shu videoni ko'rsin, bola minnatdor bo'ladi. Sog' salomat bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Bunaqa tadbirlarni yana ko'p yillar tashkil qilishsin bu insonlar. Borligiga shukr. Borligiga shukr. Shu bugungi kunimizga shukr. Hammanglarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Boya bitta akamiz chiqdilar mana bitta. Qoraqalpoqdan xalqimiz. Aytdilarki, o'qigan narsam esimga tushib qoldi mana. Chernayev degan odam bo'lgan. Bizni Turkistonning uchta gubernator bir paytlar buni albom qilib ishlaysizlarmi, nima qilasiz? Rahmat sizlarga. Bugungi kunimizga tadbir yig'gan bolalarga rahmat. Hammanglarga sog' salomat bo'ling. Aziz e'tiborli bo'lishlar, tadbirimiz mehmoni bu yerda o'tirgan ustozimiz rahmatli Muhriddin Xoliqov akalari, Shahobiddin aka Xoliqov kelsak, u kishi ham o'zining so'zlari bilan birgalikda o'zining chiroyli bir ikkita qo'shiqni aytib berish uchun kelgan. Marhamat Shahobiddin aka. Assalomu alaykum. Aziz jangovar birodarlar, akalar, ukalar. Men sizlarni mana shu qutlug' bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana 35 yil o'tdi. Rohat farovatda bugun hayot yashayotganiga ko'z tegmasin. Men sizlardan faxrlanaman. Nimagaki? Chunki men 82-yilda radio komitetda vatandoshda diktor bo'lib ishladim. Diktor, suxandon. Biz ovozimiz faqat o'sha chet mamlakatlarga ketardi. Afg'oniston, Eron, Pokiston, qolgan yo'g'i g'arb mamlakatlarga yetkazilardi. Vatandosh degan radio stansiya bo'lardi. Kimlar bilsa agar biz doim o'sha yerda ishlardik, mana qo'l ko'taryaptilar. Doim o'sha yerda afg'on jangchilariga O'zbekistonda bo'layotgan xabarlarni, qolaversa qo'shiqlar berib, doim o'shanda o'ylardim-da, afg'on jangchilari qanaqa bo'lishar ekan. O'sha paytda mana men 22-23 yashar bola edim. Armiyadan qaytib kelgan paytim. Mana endi Xudoga shukr, mana o'sha Afg'onistonda xizmat qilgan, janglarda jon bergan insonlar bilan mana yuz-yuz uchrashtiraman, sizlar bilan faxrlanaman. Sog' bo'linglar doim mana shunaqangi bir bo'ylarga bo'lgan mehr-oqibatlar, qachonligilar hech qachon ayrilmasin, xatolarni xato bo'lmaydi. Sog' bo'linglar. Endi men sizlarga mana bugun bayramingiz bo'lgani uchun hozir qish bo'lsa ham bahor haqida bir qo'shiq bor. O'sha qo'shiqni ijro qilib beraman, chunki bugun bayram. Sizlarning qalbingizda bahor nafasi urib turibdi. To'g'rimi? Sog' bo'linglar. Bahar
Yeah.
Endiga so'z navbatini hurmat bilan bugungi tadbirimiz mehmoni Umar aka Sanayev. Anvar aka Sanayevni qonunlarimiz Afg'oniston haqida bir qo'shiq yaratgan edik. Hozir shundan sizlarga havola etamiz. Marhamat. Kelmezsen güz ona
Salomat qiling. Hurmatli mehmonlar, mana tadbirimizda eng qizil joylariga kelyapmiz. Imom Vasilovich aytadi-ku, hamma raqsga tushsin deb. Xudo xolasa, mana endi faqat raqs bob qo'shiqlar bo'ladi. O'rtaga chiqib, cho'tki mana qush ketganday.
bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat. Kesin tadbir geldi opalalar. Opaladan kesin parası makalede. Küçükler metaja koyacak. Xudoning o'zi sani qara. Mana jonim bayramna. İnsonga bugun davona. İnsonga 16 kvadrat haligi kvadrat metr joy yetadi. Lekin men o'shanga Xudoga shukr deyman. Lekin qolaversa men oilamda, yurtimda, ishxonamda, boshqada quroldosh do'stlarim bilan mamlakatimiz poytaxti O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent shahri mana shu Ziynat restoraniga kelib quroldosh do'stlarim bilan o'tirib bir piyola choy ichib bizni o'sha qadimgi davrda bir xizmat qilganimizni taqdirlaganligi uchun taqdirlaganligi uchun respublikamiz rahbarlariga hammasiga rahmat ta'zim. Bu ham uncha insonni qo'ldan kelmaydi. Shuncha joy ketishim uchun Allohga shukr. Lekin mana shu tashkil qilgan rahbarlarimizga hamma darajadagi, barcha darajadagi qolaversa Toshkent shahrilik Yodil akamlarga, Rutamjilarga, Ikromchilarga
Andijon shahri Babajon aka mana hammalarimizga katta rahmat, ishlarimizga Alloh rivoj bersin. Tashrif buyurganlarga. Tashrif buyurgan. Hammamizga hemshirarimizga Alloh rivoj bersin, yaxshilik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Ya bu to'g'rimi? Men ta'rif so'zlayman. Ashroyni olib bitirmaysiz. Mas'uliyat salam. Mashu do'stimiz borki, haqiqatan to'g'ri gap gapirdi. Iltimos agar bir minut gapirsam bo'ladimi? Mumkin bo'lsa bo'ladimi? Gapiring. Mana shu inson borki, haqiqiy zo'r gap gapirdi. Haqiqiy zo'r gap gapirdi. Bilmaydi, sho'raviy hozir bo'ladi. Vilsin aka, hozir margirovka olib qo'yamiz sizga. Bo'ladi. Sog'lik salomatlik bo'lsa bo'ldi, faqat. Sen hazırlash gapirsan maylimi? Haboisi. Familiyam Tursunov, otim Nasib aka. Bashara uzatganmiz, bashara. Hammaga sog'lik salomatlik, bugungi bayramini tabriklaymiz. Mana shu odamning gapiga, hamma gapiga borki men qo'shilaman. Qo'shimcha qilishga imkoniyatim yo'q, sabab nima demoqchiman? Bir narsani tushunaylik, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin, prezidentimiz doimo tursin, faqat tinchlik taraflar bo'lsin, yurtimiz rivojlanishini bo'lsin. Sabab hayotda bola chaqa katta qilamiz. Bolalarni rivojlantiramiz, katta qilamiz, uylantiramiz, to'ylamaramiz. To'y ma'nogida hammamiz birga bo'laylik. Men hammadan iltimosim ham shuki, har doim birgalikda bo'laylik, birga do'st bo'laylik. Kim bo'lishmasa qat'iy nazar. Bu Afg'oniston nima deydi, sho'raviy degan narsaga panshir bo'ladimi, bu sherikar bo'ladimi, shiddat bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Endi yana narsa ko'p-ku xizmat qilgan joylarimiz. Shuning uchun hammaga mana shu kelgan insonlarga hammasiga katta rahmat. Men shunaqa narsalarni qo'shilamanki, o'rtoqlar, bir-birimizni tanishaylik, bir-birimizga yordam kunga borki, men sizlarga borki, men tinchlik salom berib boraman. Nima yordam kerak bo'lsa men tayyorman. Familiyam Tursunov, otim Nasib aka. Emadinib pensionerman.